Assalamu alaykum. Yana bir gap. Operasiyadagilning qizg'inligi biz faqat foydalansak bo'ladigan, ishonsak bo'lmaydigan qizg'inlik. Nima desangiz, ular Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bo'lganligi uchun bu a'zoligi boshqalar besim ishiltib bu hukumatni qanday pozitsiya tutishni ularga o'rgatishi mumkin hatta. Shuna ehtiyot qilish tegishli qadamda. Yana bir gap, mana Fransiyadagi Kerim Altay yoki Kerim Xetovajining ayoli chiqib demiş degan bir gap bo'libdi. Buni u bizning baldo Ismoilov ko'piyo bizning hukumatninki odamlarning sifati haqida nəhayət zəhərdək gəpliqiga oxşaydı. Bunundan xəbərim boldummu yo'q bilmayman. Bu ulun chiqirib o'tishga nəhayət yaxshi bir bahana bo'libdi. Allah bizga yordam qilib ishimizni oson qilibdi. Sizlar təftişdikilar shu tezroq arada chiqirdiganlarni chiqirib etsanglar, shu opstopda e'lon qilib 2 soat keyin chiqarilgan odamlarni endi WhatsApp'dan o'chirib etsanglar tutadi. Bu haqqa tushuncha berishning hojati yo'q. Bu taftishning xizmati sizlarga buningdan doklad qiladigan majburiyat yo'q. Buning ba'zi shaxsiy munosabatlarga, ba'zi nozikiyalarga taqishadigan taraflari bor. Shuni hech kimga ma'lumot bermaymiz deb qo'ysanglar bo'ladi menimcha. Faqat agar Eliyarning boshqacha fikri bo'lsa, siz ko'nglingiz yaqin, siz Eliyarga taftishning nima uchun, nima sababdan kimni chiqarib tashlaganligini uningga tushuntirib qo'ysangiz bo'ladi. Shukur samsaqqa bir bahona yo'q deb qarajim. Keyin anglasam u jadvalni to'shqamabdi. Demak, hukumatning bir tekshirishini qabul qilmagan, bir siyosatini ijro qilmagan bo'ladi. Bu buningdanmi yaxshi, buningdanmi kuchli sabab bo'lmaydi. Tekshirishni qabul qilmagandan keyin, jadvalni to'ldirib topshirmagandan keyin, shuning o'zi yetarli sabab. Shuni bu nomzodlikni qo'ygandan keyin chiqarib etsak, nomzod bo'lsak, saylanib qolmasin deb chiqarib etdi deyilib qolmaslik uchun bektiz arada buni chiqarilganligini e'lon qilib etsanglar. Endi Turmuhammad Hashimmi tehi 2 qayiqda ekan, ummu bayonot e'lon qilmadi. Uning tizimlik Ismoilninkidan bor ekan. Shunglashqa uning nomzodlik qo'yishiga diqqat qilish kerak. Uni inkor qilish lozim. Aldi qaysi hukumat ekanligini muqimlashtirdi.